Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun biz siz uchun mashinalarni polniy obzorini qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ring, juda ham qiziq bo'ladi. Qani ketdik. Birinchi boshlagan mashinamiz hozirgi kunda topda turgan mashina Chery Tiggo 2 Pro modeli bo'ladi. Xo'sh, ushbu modelimiz bir turbo motori bilan jihozlangan 106 ta o't kuchi. Eng qizig'i bu mashinamiz shahar siklida rasxodi 6 litr benzin bo'ladi. Bu mashinamizga keladigan bo'lsak, LED faralar, LED protivatumankalar, besklyuchovoy dostup, 17 talik diska, 4 ta diskoviy tormoznoy kolodka. Xo'sh, saloniga keladigan bo'lsak, salonimiz bitta komfort darajada yasalgan. Kojniy salon, kojniy rul deysizmi, podogrev sidenya, podogrev rul deysizmi? Hamma qulayliklar shu mashinada mavjud va bundan tashqari mashinamizda cruise control ham bor. Va hamma so'raganda luk bormi deganlar, mana bu mashinamizda luk ham mavjud. Xo'sh, orqa qismiga kelsak, bu mashinamiz shahar krossoveri deb hisoblanadi, 5 kishilik. Orqasida ham kojniy sidenyalar, avto podyom, stiklopodyomniklar, orqasi ham LED faralar bo'ladi. Xo'sh, keyingi mashinamiz Arizo 6 Pro modeli bo'ladi. Birinchi pozitsiyasi light pozitsiyasi. Bu mashinamiz 1.5 atmosferniy motor bilan jihozlangan. Bundan tashqari mashinamiz shahar siklida rasxodi 8 litrgacha. Xo'sh, aziz do'stlar, bu mashinamizga keladigan bo'lsak, sedan bo'ladi. Besklyuchovoy dostup, 16 talik mana qora diskali mashinamiz, podogrev lobovoy, bokovoy ikkita oyna, orqa oynani podogrevlari ham bor. Va bundan tashqari mashinamiz polniy koja bilan jihozlangan, podogrev rul, podogrev sidenya. Mashinamiz ikkita rejimda harakatlanadi, Eco Sport rejimda va qishki paytga mashinamizda antiskольжение ham bor. Ya'ni mashina o'zini yo'qotmaydi. Galalotda. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqasi ham juda ham keng, bemalol 3 kishi sig'sa bo'ladi. Qisilmasdan orqasi deflektorlar bor. Va bagajiga keladigan bo'lsak, bagaji juda ham o'ziga yarasha va mos. Mana shunaqa katta 450 litrli bagaj bo'ladi. Bu mashinamizga ham bemalol propan o'rnatsangiz bo'ladi. Hammasi o'zimizda bo'ladi. Bu mashinamizga ham kafolat 5 yil yoki 150 ming kilometr kafolat bor. Xo'sh do'stlar, yana bitta mashinamiz Chery Tiggo 7 Pro Max modeli bo'ladi. Ushbu modelimiz mashinamiz kuzovi 2026, lekin dizayni 2025. Kimga mana shunaqa skromniy variant yetib kerak bo'lsa, o'zimizda mavjud. Bu mashinamiz 1.6 turbo motor bilan jihozlangan, 186 ta o't kuchi va shu motoriga qarab mashina shahar siklida rasxodi 9 litr. Va bundan tashqari mashinamiz polnopриводный внедорожник deb hisoblanadi. Ya'ni 4 ga 4, 4 ta ballonni ham tortadi. Bu mashinamiz 6 ta rejimda harakatlanadi. Eco, Sport, Comfort, Grunt, qor va yomg'ir rejimlarida bemalol mashina harakatlanadi. Bu mashinamizda 18 talik litiy diskalar bo'ladi, 4 ta tormoznoy diskoviy kolodkalar bo'ladi. Besklyuchovoy dostup deysizmi, 360 gradus kamera deysizmi, datchik slipых zon, полноценный panorama deysizmi, hammasi sizlar uchun mavjud. Xo'sh, bu mashinamizga ichiga keladigan bo'lsak, pamyat sidenya ikkita rejimda, podogrev oldin, orqa sidenya podogrev, rul podogrevi bor. Va aytib o'tganimdek, bu mashinamiz 6 ta rejimda harakatlanadi. Bemalol mana hozirgi kunda, mana shu havoda bemalol tog'ga shu mashinada chiqsangiz bo'ladi. Va bundan tashqari aziz do'stlar, bu mashinamizga propan mutlaqo bepul. Bu mashinamizning orqa qismiga keladigan bo'lsak, juda ham keng. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Orqada ham podogrev sidenya bor va bu mashinamiz dvig'zonli klimat kontrol bilan jihozlangan. Ya'ni shofer bilan passajir o'zini klimatini boshqarsa bo'ladi. Xo'sh aziz do'stlar, orqa qismiga keladigan bo'lsak, mana shunaqa splashnoy LED faralar bo'ladi va bagaji elektronniy, o'zi ochiladi. Bagaji juda ham keng va mana bunaqa shtorka ham bor. Bemalol 5 kilogacha ko'taradi. Va eng asosiysi, orqada bolachalarmi,
qo'l qolib ketsa, mashina urilib, obratdan o'ziga qaytadi. Xo'sh do'stlar, bu mashinamizni xarid qilgan mijozga propan mutlaqo bepul va yana aytib o'taman, shu mashinaga 6 yil yoki 200 ming kilometr kafolat bor. Va eng katta 7 kishilik crossover, ya'ni shu внедорожник so'ragan mijozlar uchun biz olib keldik Chery Tiggo 8 Pro Max 2026-yilgi kuzov. Bu mashinamiz 2 turbo motor bilan jihozlangan, 286 ta o't kuchi va shu motoriga shunaqa katta o't kuchiga qaramasdan shu mashinamiz shahar siklida rasxodi 10 litr bo'ladi. Bu mashinamiz 7 kishilik 4x4 va 6 ta rejimda harakatlanadi. Bu mashinamizga keladigan bo'lsak, полноценный panorama, 360 gradus kamera, повторитель поворотник, датчик слепых зон, бесключевой достуp deysizmi, 19 talik litoy diskalar deysizmi va bundan tashqari klirensimiz mashinani 19 sm bo'ladi, ya'ni tog'ga bemalol chiqsanglar bo'ladi. Xo'sh, bu mashinamizning saloniga keladigan bo'lsak, полный кожаный salon, akustika Sony original, pamять сиденья, подогрев, oldin orqa sidenya va oldin sidenyani obduvi ham bor, ya'ni sovutadi. Passajirskiy sidenyasida bu mashinamizda masaji ham bor. 6 ta rejimda masaj ishlaydi. Xo'sh do'stlar, bu mashinamizda двухзонный klimat kontrol bor, head-up display bor, samoторможение, удержание полосы, удержание руль hammasi mavjud. Kimga ana shunaqa komfortli mashina kerak bo'lsa, bemalol Chery Limonadniy avtosaloniga tashrif buyurasiz, biz chiroyli qilib mashinani chiqarib beramiz. Orqasiga keladigan bo'lsak, orqasi mana shunaqa kojinli salon bilan jihozlangan va bu mashinamizning orqa oynalari zavodskoy kuydirilgan. Xo'sh do'stlar, kim shu mashinaga qiziqib qolgan bo'lsa, mashinamiz o'zimizning avtosalonimizda mavjud. Bemalol kelib 2 soatning ichida mashinani xarid qilsanglar bo'ladi. Va hozir ko'pchilik so'ragan mashina ayni shu topdagi mashina, yangilangan Chery Tiggo 7 Pro modeli bo'ladi. Tashqi ko'rinishi ko'rsanglar juda ham o'ta darajada, zamonaviy darajada yasalgan 8 Proga o'xshab ketadi. Bu mashinamiz LED fara, LED противотуманкаlar, panorama, 360 gradus kamera, повторитель поворотникlar mavjud. Bu mashinamiz 1.5 turbo motor bilan jihozlangan, 147 ta o't kuchi. Shahar ichida rasxodi 8-8,5 litr bo'ladi. Bu mashinamizda бесключевой достуp, 18 talik litiy diski, полноценный кожаный salon. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Bu mashinamizda pamять сиденья qo'shilgan. Karbonoviy nakladkalar bor, xrustalniy selektor передач, EcoSport rejimda mashina harakatlanadi. Tog'ga chiqib tushishga ham yordamchisi bor. Cruise control, multimedial rul deysizmi? Xullas, hozirgi zamonga talab komforti bor bu mashinada. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqasi kojinli. Kojinli salon bo'ladi, полноценный. Bu mashinamizga ham kafolat 5 yil yoki 150 ming kilometr. Va ko'rib turganingizdek, o'ynagi 7 Pro Max bilan bu 7 ajralib turibdi. Bu уже yangilangan, faralar boshqacha yasalgan, u juda ham o'ziga yarashgan. Shaxsan o'zimga shu mashina yoqdi. Bagaji elektronli. Shunaqa. Tagida ham nakladkalar bor. Bagaji elektronli. Va bundan tashqari bu mashinani qo'l bilan ochishmasa ham bo'ladi. Kalit bo'lsa agar bagaj oldiga kelsangiz, bagaj avtomatik ochiladi. Xo'sh aziz do'stlar, bu mashinamizga ham 5 yil yoki 150 ming kilometr kafolat bor. Ko'rib turgan barcha modellarga propan o'rnatsa bo'ladi, hammasi o'zimizda bo'ladi va kafolatga ega bo'lasizlar.